20-dekabr kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yaponiyaga rasmiy tashrifini yakunladi. O'zbekiston Prezidenti Yaponiya imperatori Naruhito, bosh vaziri Sanae Takaichi va boshqa yuqori martabali yapon rasmiylari bilan uchrashuvlar va muzokaralar o'tkazdi. Tomonlar O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi strategik sheriklik va hamkorlikni yanada kengaytirish va chuqurlashtirish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishdi. Shavkat Mirziyoyev, shuningdek, Markaziy Osiyo plus Yaponiya muloqoti davlat rahbarlarining birinchi sammitida ishtirok etdi. Sammitda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston prezidentlari ishtirok etishdi. Sammitga Yaponiya bosh vaziri Sanae Takaichi raislik qildi. Sammit ishtirokchilari turli iqtisodiy sohalarda hamkorlik istiqbollarini muhokama qilishdi. Sammit yakunida mintaqa mamlakatlari va Yaponiya o'rtasidagi hamkorlikning asosiy yo'nalishlarini mustahkamlovchi Tokio deklaratsiyasi qabul qilindi. Markaziy Osiyo davlatlari ko'p vektorli tashqi siyosat yuritib, Yevropa ittifoqi va AQShdan Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreyagacha bo'lgan hamkorlar doirasini kengaytirmoqda. YES 5+1 formati Markaziy Osiyoning rolini kuchaytirmoqda. Bu davlatlarni ham o'z navbatida Yaponiya innovatsiyalari va texnologiyalari qiziqtiradi. Mintaqadagi mamlakatlar innovatsiya uchun xom ashyo sxemasini amalga oshirishga kelishib oldilar. Global ta'minot zanjirining zaiflashishi, noyob tuproq va muhim foydali qazilmalar, shuningdek, transport yo'llari uchun global raqobat Markaziy Osiyoga qiziqishni kuchaytirmoqda. Bu mintaqa katta resurs, tranzit va demografik salohiyatga ega. Yaponiya uchun Markaziy Osiyo barqaror energiya ta'minoti nuqtai nazaridan energiya xavfsizligini ta'minlashda muhim element hisoblanadi. Yaponiya Amerika siyosiy orbitasi atrofida aylanganligi sababli Washingtonning rasmiy geosiyosiy yo'nalishiga amal qilishga majbur. Yaponiyaning o'z yo'li yo'q va shuning uchun Amerikaga ergashuvchi boshqa mamlakatlardan unchalik farq qilmaydi. Yaponiyada Amerika harbiy bazalari ham joylashgan bo'lib, Yaponiya uning xavfsizligini ta'minlaydi. Shuning uchun Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi ta'sirining ortishi mintaqada Amerika ta'sirining kuchayishiga olib keladi deb ta'kidlash mantiqan to'g'ri bo'ladi.